Suyumlik Peygamberimiz mundaq deydi. Odamning garchi o'ri turishiga bir qancha luqma tomoq yetarlik bo'lsa-mu, oshqozonidan mubakrak xatarlik bir qachini to'ldirmaydi. Navoda bek ko'p yegisi bo'lsa, oshqozonining 3dan birini tomoqqa, 3dan birini ichimlikka, 3dan birini bo'lsa nafas elishga ayrisi bo'ladi. Suyumlik Peygamberimizning liq-muliq to'shqizgan oshqozonni xatarlik va yomon ko'riladigan bir qachiga o'xshatishi bizga insonning tan sog'lomligining yemak-ichmak bilan zich munosabatli ekanligini ifodalab beradi. Shu sababdan bu dunyoda hayotimizni davomlashtira olishimizga yetadigan miqdordagi tomoq bilan yemak-ichmakni hayotning nishoniga aylantirib olish o'ttirsidagi farqni to'nib yetishimiz kerak. Hazreti Mevlana bu haqda mundaq deydi. Shuni bilginki, ochliq dorilarning podshohidir. Ochliqni bor kuching bilan o'zingga odat qilishga tirishqin. Uni to'van ko'ma. Nurg'ulg'an kasalliklar ochliq bilan shifo topadi. Har qancha lazzatli tomoqlarmi qo'saq oshmagan bo'lsa, eg'izga tetimaydi. Bir kuni bir odam qattiq nonni shundoq ishtaha bilan yevatadi. Bu kishiga qarab turgan yana bir odam, "Qetib ketgan zag'ir nonni nemishqa buncha vala ishtaha bilan yeysan?" deb so'radi. Heliqi odam uningga javoban, "Qo'rsiqim normaldagidan nachchasi ichib ketgachkimi, u qetib qolgan zag'ir non menga holvidek tamlik bilindi. Savirjon bo'lgan chaqlarimda har vaqt holva yegandek bo'laman. Ochliq qalbni yumishtirib nurlantirsa, haddidan ziyoda to'qliq qalbni qatirib, ko'ngilni qaraytishga sabab bo'ladi. Ochliq nafsini ozg'unlikdan cheklab, haq va jalol tarafga bo'lgan yo'lni ravon qilsa, haddidan ziyoda to'qliq ma'naviy sezimimizni qardan chiqarib, ruhiyatimizni tarlashtiradi va hissiy idrok yo'llarimizni to'sib qo'ydi." Shayx Shibli hazratlarimiz bu haqiqatni bayon qilib mundaq degan: "Qachoniki och qolsam, qalbimga hikmat tarafdan echilgan bir eshikni topgandek bo'laman." Abu Sulaymon Daroni hazratlarimiz bu vaqtda mundaq degan: "Har qanday narsa tatlishidi. Qalb ko'p yeyish bilan tatlishidi. Haddidan ziyoda ko'p tomoq yegan kishi shu 6 turlik balo musibatga giribdor bo'ladi. Birinchi, o'qigan namozidan huzur ololmaydi. Ikkinchi, unutqoq bo'lib qoladi. Uchinchi, mehri shafqati oz bo'lib, o'zi to'q bo'lganligi uchun boshqalarni to'q deb o'ylaydi. To'rtinchi, toat ibodatlarga nisbatan o'rinliq qiladi. Beshinchi, shahvati yuqori bo'ladi. Oltinchi, musulmonlar masjidga manganda u hojatxonaga mangadi. Bu sababdan moddiy va ma'naviy huzur uchun nafsini haddidan ziyoda to'ydirishdan saqlanish lozim. To'limi afsus, bugungi kunimizda moddiy imkonlari tal bo'lgan ko'pincha kishilar jismiy va ruhiy bearomchilik, huzursizlik, qanoatsizlik, mamnuniyatsizlik, shukrsizlik va g'aflat illatlariga giribtor bo'lmoqda. Bu illatlarning eng cho'ng sabablarining biri nafsini haddidan ziyoda qondirishdir. Buning shifosi bo'lsa, harom va shubhadan saqlanish bilan birga halol ne'matlarni ehtiyojiga tushliq ishiltishdan iborat. Qanoat ahli, savrchan, nafsini kontrol qila oladigan kishiga halol doirasidagi ozg'in rizqmi yetadi va qalbiga huzur beradi. Ammo ochliq va ehtiyojning nimaligini bilmaydigan turdagi kishi hech qanday ne'matning qimmatini bilmaydi. Uningga eng damlik tomoqlarmi tamsiz bilinishga boshlaydi. Bu sababdan ko'p mol dunyoga sahib kishilarning moddiy va ma'naviy huzurining tangpung turishi uchun har vaqt g'ayrib, miskin, kambag'al kishilarga diqqat qilib turishi, o'lim yetim ishlarga qatnashib turishi, balo musibat vaqalardan ibrat ep turishi afzaldir. Agar undaq bo'lmaydigan 9 tal kishilar shafqat va marhamatni unutib, qalbi qetish kasaliga giribdor bo'lishdan qutulolmaydi.
Möminlərdə buluşqa tegishli qalb sezgürlüki haqida Şeyx Said Şirazi Hazretlerining mono ibratlik hikoyasini aslab baqayli. Ma'lum bir yili Sham diyorida bak eg'ir ocharchilik yuz bergan bo'lib, xalq eg'ir ocharchilik sababli bakli parishon edi. Said Şirazi Hazretleri Shamga yetib kelganda, uning boy bir og'aynis kutib olg'ili oldiga chiqadi. Sheyxning do'sti ocharchilik yuz berishdan burun qovul, kuchtungur, bastlik biri edi. Sheyx uning bakli o'riqlab, chiroyining sulg'in ekanligini ko'rib, bakli hayron qoldi. Ondan uningdan nemishqa bunchavala o'riqlab ketganligining sababini so'radi. Sheyxning bu savolini anglagan do'sti savoldan ham ko'ngli yerim bo'lgan, ham hayron qolgan holda: "Do'stim, agar bo'lgan ishlarni bilmagan bo'lsang, haqiqatan g'aflatda qolsan. Agar bilsang, nemishqa bu savolni so'raysan? Ko'rmadingmi, bu ahvolning bakli eg'irlab ketganligini?" debdi. Do'stining savol aralash bu javobini anglagan Sheyx Said Hazretleri: "Bo'lgan ishlardan xabarim bor. Ammo hayron qolganim, sening hamma narsang tal turibmi, yana nemishqa bunchavala tugishib ketgansan?" deydi. Do'sti uning bu savoliga javoban mundaq deydi: "O'zi sohilda turib, din qarindoshlari dengizda tunjiqib kelayotganligini ko'rgan bir kishining qalbida huzur bo'lamdi demsan? Mening shu chiroyim musulmonlar duchor bo'lgan musibatlar sababli sarg'aydi. Bechora din qarindoshlarimning chorasiz holini ko'rgan vaqtimda yegan har bir luqma g'iza xuddi zahar yutqandakli bo'g'izimga kaplashib qoladi. Qurdoshlarni cho'lda ko'rgan bir inson qandoqmi Guliston ichida shodxo'ram huzur suralisin. Yig'lagan birini ko'rsam, uningga qarab meningmi ko'zlarim namlandi. Bugungi kunimizda kuyib kul bo'layotgan islom jo'grafiyasining har yeridagi mazlum din qarindoshlarimiz uchun qo'limizdan keladiganlar to'g'risida o'ylanib beqish har birimizning bosh tortib bo'lolmaydigan majburiyatidir. Chunki bu hammamizning din qarindoshlik va oxirat mas'uliyatimizdir. Shuni unutmaylikki, hech qanday soyi bo'lmagan shu kunda Arshi A'loning soyisida soyidash nisibasiga erishadigan 7 turli kishining biri Alloh rizosi uchun bir-birini yaxshi ko'rgan din qarindoshlardir. Bu do'stlikning haqqini berish bo'lsa, bugungiga o'xshash qiyin kunlarda ko'rsatgan fidokorligimiz bilan munosabatlikdir. Amaliyotda mazlum, ojiz va qiyin kunlarda qolgan din qarindoshlarimiz uchun qilgan duolarimiz, nafiqa, sadaqatlarimiz va fidokorliklarimiz inshaalloh Rabbimizning bergan ne'matlariga qilgan shukrimizning eng go'zal ifodalanishidir.